Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Navbatdagi rayonimizdagi katta obyektni topshiryapmiz. Uyni biz ta'mirlash uchun qabul qilib olganimizda mana shunday holatda bo'lgan. Bir oy muddat ichida esa biz uyni mana shunday holatga keltirdik. Agar sizga ham aynan mana shunday yoki bo'lmasam boshqacharoq ranglarda, boshqacharoq usullarda fasad qilish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz materiallarimizga, mehnatlarimizga kafolat beramiz. Xudo xohlasa, bizni xizmatlarimizdan keyin sizni uyingiz juda uzoq yillar davomida o'zini ko'rkini yo'qotmasdan, chiroyini yo'qotmasdan sizga xizmat qila oladi. Bizni manzilimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanida. Namunalarni ko'rish uchun, boshqa qilgan ishlarimizni ko'rish uchun, buyurtma qilish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.